Numurlar sana sayesinde. Ana Hoji aka shashlikni pishiryaptilar. Hoji aka xurmang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Jumla. Charchashib bo'lmayaptimi? Qanday bo'lyapti bu shashliklar pishirish? Bu qanday bir hikmati bor buni yondirib turib pishirishdi? Bunimi? Ha. O'ziga xislati bor. Ha. O'ziga xislati bor. Ha. Chegara chiqib kelsangiz o'zingiz bilasiz. Ha, buni yeb turib, ha? 24 soat yuzda. Ha. Ha, yaxshi. Nomerlar aytamiz. Ana. Mana akamiz shashliklarni professional pishiradilar, vaqti atayin zakaz qilib O'zbekistondan chaqirtirgan ekan. Mana shular pishirish uchun. Qolganlarni mana intervyuga qo'shib o'tamiz. Mana bu yerga asosiy talpa mana bu yerga mana shunday bog'ni girdiga quyosh botgan paytga zo'r pishirish bo'lyapti bu yerga mana. Birinchi rollarda bu yerga Bo'laga so'z beramiz. Bo'la, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Ana, Bo'la bu o'tirishlar nimani bir sharofatiga bo'lyapti? Kecha biz amaliyotda ishlagan shu uchun. Milasani sharofatiga bo'lyapti. Ha. Dam olish maqsadi. Ha, yaxshi. Qanday bu tilaklar bormi bu? Ko'rib turuvchilarga. Kesin deymizda, nima deymiz boshqa? Ha, davrachilarga aralashmasinmi? Mana, shashlikni pishiribdi mana. Hoji aka olib keldilar. Ha. Bu pishdimi bu o'zi bu? Albatta buni ta'miga baho beramiz. Turkiya seriallarida Lekin haligi Urgutli shashliklariga o'xshab hidi keldi o'zi ham. Turkiya seriallarida bunaqasi bo'lmaydi. O'zimizni jaydari urgutskiy shashliklardan. Urgutliklar bormi? Ana. Internetda. Urgutliklar, jarliklar, Tayloq, Samarqand bir ahli bir layklarni banglatib qo'yinglar. Taniganlar biza. Mana bu yerga tog'oga so'z navbatini beramiz. Tog'o. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qani? Salomatmi? Bu nimani bir anavsi bilan bo'lyapti taraddudlar, shashlik. Yo'q. Prosta takmi yo'q? Yo'q. Hmm. Kecha bilsa bosganligi uchun bo'lyapti. Ha, galli option milsa bosgan kecha. Ha. Bilsa bosgan ekan, vagonlar qacha bo'lib qolgan. Ha. Buni hisobiga. Qanday bo'libdi shashlik? Ha, juda zo'r pishirganmi? Bu shashlik bas necha yillik bir staji bor deb aytdilar-mi? Bir hafta. Bir. Bu nima deyapti bu? O'zimiz jo'ramizda. Ha, mana bu yerga O'zim tarbiyaga olaman buni. Sherzod ukamiz bor mana bu yerga. Sherzod. Qanday bo'lyapti? Va alaykum assalom. Davralar qanday bo'lyapti? Kemayapti ravjida. Dam olishlar ravjida, kemayapti daryonga Bu bo'jida. buni pishirishlar ham qo'ldan kelar ekanda? Ha. Oh, bu Bizlar buni bizga bir 5 kilo bormi deymi, ha? 7 kilo edi. 7 kilo. 7 kilo edimi? 2 kilosini yeb qo'ydik. Yeb qo'yilgan, ha? Paruzaka qildik. Bu oldin ishlaganmisan deyman? Shashlikka. Seriallarda ishlagan. Po'latlandir kunasida. Вообще ajoyib mana. Cho'rasikalab pishiryapti. Ha? Boyda zo'r bo'lyapti. Boyda zo'ri galivani yoqda. Bu yer rasm ham olishyapti bular. Sherzod. Mana bitta. Ye, mana bu yoqqa ham bir bo'lamiz bor ekan mana. Bo'la? Qanday? Yaxshimi? Salomatmi? Zo'rmi? Salomatmi? Bo'lyapmisizlar? Bo'la intervyu promo ketyapti. Qanday sog'lig'lar? Ha, zo'r. Abbu. Hudud orqali kelyapti. Ya majburlab qo'ymadi, shashlik yemayman desam, aka 2 oz san sog'inding dedilar. Gallan kelyapsanmi? Gallan kelyapsanmi hozir? Qanday bo'lyapti bu shashlikni aniqlari nima bilan bir boshlangan? Taraddudlari. Bash bo'lam boshlab berganda. Bular aytayapti, aniki deyapti. Milsani sharofati bilan deydi. Bilsam pasportimni ololmayman-ku, o'sha uchun. Yo'q. Devorlar arasiga kirib. Qanday sig'di bular? Yaxshi. Mana. Ha? Qaynoq qanday? Shunaqa holat. Jigarlar bilan dam olish.